Meni fake accountlarim yomon ko'payib ketdi Instagramda, ko'ryapsizlarmi? Tohirov deb yozsanglar, raqamlar ketma-ketma. Men cheksizdi ham o'sha bittasi olibdi. Undan keyingisi mana shu error degan yozuv chiqib qolyapti. Tohirov deb nick qo'yaman desanglar, hammasi opaddan o'gay nevaralari, opaddan rahmatli bilmagan ham bo'lsa kerak bir paytda. Bunaqa haligi o'gay nevaralari ko'payib ketishini. Va galishka oldim yaxshi, bilinib tursin originalligim deb turib. Bo'lmasa bo'lmay qoldi. Galishka olmasimdan oldin bitta oshnam yozyapti. Oshna bitta fake pul so'rab yozuvdi, sen emasligingni bilib qoldim deydi. Qayerdan bilib qolding desam, xuddi senga o'xshab yozdi. Oshna aqchadan jicha problema bo'lyapti. Bo'lsa berib turing, iltimos deb yozdi. Bilasanmi qayerdan bildim? Qayerdan sen iltimos deb yozganidan deydi. Va bunday podpischi soniga qarasang, uniki kamroq, meniki ko'proq bo'ladi-yu, ashuni ishlatging kelmadim desam, "Voy, men o'zim istoporlik qobiliyatim bekor ishlatibman" deb. Tushunyapsizlar, miyada meni oldim kelguncha o'zini Sherlock Holmesga tenglashtirgan u bola. Miyani ishlashini qarang. Nimaga shunaqa bolalar borligida va haliginaqa eksperimentlar chiqib quyonlarda boshida bo'lyapti kim deyman-da shu.